Assalomu alaykum. Bugun 5-darsimiz. 5-darsimizda biz 5 oylik va 1,5 yosh oralig'idagi bolada kuzatiladigan o'zgarishlar, siz duch kelishsiz bo'lgan muammolar va e'tibor berishingiz kerak bo'lgan holatlar haqida gaplashamiz. Xo'p, bugungi darsimizni 3 ga bo'lib olamiz. Shu 5 oylik va 1,5 yoshli bolada bo'ladigan o'zgarishlarni 3 qismga bo'lib olamiz. Bu boshdagi kechadigan o'zgarishlar, ko'krak qafasidagi hamda qo'l va oyoqlardagi o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bulardan birinchisi bosh. Ya'ni bundan oldingi darslarimizda aytganimizdek, avvalo o'sha boshdan boshlaydigan bo'lsak, boshda rahit taassurot sifatida keladigan soch to'kilishlar, boshdagi kattalashishlar 1,5 yoshgacha kuzatilishligi mumkin. Bu yoshda yana liqildoq bitish kuzatiladi, tishlar chiqishni boshlaydi. Hop, yetishmovchilik bo'lsa, agar bolada yetishmovchilik bo'lsa, liqildoqlar bitishi kechikadi hamda tishlarning chiqishligi ham kechikadi. Agar bo'yin qiyshiqligi kuzatiladigan bo'lsa, bolalarimizni shu massaj boshlashligimiz mumkin. Xohlang uyda, xohlang fizioterapevtda. Bu massajlarni gruppaga tashlab qo'yiladi hamda bu massajdan keyin o'ziz воротник shans degan bor, ya'ni shans yoqasi bolalarimiz bo'yniga tik tutib turadigan. Ya'ni massajdan keyin yoki elektroforez olganlardagi shuni taqib qo'yish talab qilinadi. Bularning hammasi gruppada bor, olsangiz bo'ladi. Hop, agar bolada liqildoqlar bitishi kechikayotgan bo'lsa, bular ham o'sha yuqorida aytganimizdagi kalsiy yetishmovchiligi sabab, tishlarning kech chiqishligi ham kalsiy yetishmovchiligi sabab. Yana bitta narsaga e'tibor bering. Tishlarning kechikishligi avvalo irsiyatdan bo'ladi yoki kalsiy yetishmovchiligidan bo'ladi. Agar ota-onalarimizda, yoshliklarda tishlari kech chiqqan bo'lsa yoki ota-bobolarda tishlari kech chiqqan bo'lsa, farzandi ham kech chiqishligi mumkin. Lekin rahitga xos bo'lgan belgilar va boshqa kalsiy yetishmovchiligiga xos bo'lgan belgilar agar bolada kuzatilsa, bunga qo'shimcha ravishda tishlarning chiqishligi kechikadigan bo'lsa, bu ayni kalsiyga bog'liq bo'lgan tishlarning kech chiqishligi bo'ladi. Hop, keyingisi ko'krak qafasidagi o'zgarishlar. Ko'krak qafasidagi o'zgarishlar shu varankasimon deformatsiyalar bo'lsin, yoki tovuq to'shsimon deformatsiyalar bo'lsin, rahitda asorati bo'ladigan deformatsiyalar, ya'ni qovurg'a ravog'ini qiyshayishlari 5 oylikdan keyin yaqqol kuzatilishi boshlaydi va shu 5 oylikdan boshlab davo chorasi ko'rishni boshlashlik kerak. Varankasimon yoki tovuq to'shsimon deformatsiyalarda bolani hayotiga xavf solmasligi mumkin. Yengil darajada ushlab qolinsa, vaqtida oldini olinsa. Lekin agar kasallik rivojlanib boradigan bo'lsa, misol uchun varankasimon deformatsiyada agar deformatsiya chuqurlashib boradigan bo'lsa, bu avvalo o'pkani qisib qo'yadi hamda yurakka qisib qo'yishni hisobiga bolada nafas yetishmovchiligi, ya'ni lavlarning atrofida ko'karishlar yuzaga kelishligi. Bolani o'sha yoshligida erta tashxis qo'yib, erta davo chorasini boshlanadigan bo'lsa, kasallik og'irlashmasdan turib, asorat bermasdan turib, ya'ni shu o'pkalarga, yuraklarga asorat bermasdan turib davo chorasini ko'rib qolinsa, bolada asoratsiz kechishligi bo'ladi. Keyingisi qo'l va oyoqlardagi o'zgarishlar. Qo'lda pleksit degan kasalliklar bor, tug'ma kasalliklar yoki tug'ruq vaqtidagi travmalar natijasida kelib chiqadi. Agar rivojlanish ikkala qo'lda teng bo'layotgan bo'lsa, bu normal holat. Agar bitta qo'lda rivojlanish yaxshi, bittasida sekin bo'ladigan bo'lsa, bu ancha pleksit tug'ma kasalliklar bilan bog'liq bo'ladi. Buni ham erta aniqlashlik imkoni bor. Ya'ni onalarimizni shu ortoped travmatologgacha bo'lgan vaqtda o'zlari tashxis qo'yib, gumon qilib olib borishliklar kerak bo'ladi. Keyingisi chanoq son bo'g'imidagi eng muhim kasalliklardan biri displaziya kasalligi. Chanoq son bo'g'imi bolalarimizda asosan 4-5 oylikdan boshlab rivojlanish boshlaydi. O'zi displaziya kasalligi haqida gaplashadigan bo'lsak, displaziya kasalligi kelib chiqish sabablari bu o'sha kalsiy va vitamin D yetishmovchiligi sabab. Ya'ni chanoq son bo'g'imida rivojlanishligi uchun gidroksiapatitlar hosil bo'lishligi, gidroksiapatitlarning kalsiy va fosfor tuzlari tashkil qiladi. Kalsiy va fosfor tuzlari yaxshi so'rilishi uchun vitamin D talab qilinadi. Shunga kalsiy va vitamin D yetishmovchiligida displaziya kasalligi kelib chiqadi yoki tug'ma bo'lishligi mumkin. Ya'ni irsiy moyillik sabab. Keyingi sabab beshik. Beshikda bola kam harakat bo'ladi. Shuni hisobiga u joyda qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi. Qon aylanishi yaxshi bo'lmaganligi rivojlanish sekinlashadi.
va beshikka asoratlardan yana biri chala chiqish yoki to'liq chiqish, displastik chala chiqish yoki to'liq chiqishlar yuzaga keladi. Keyingisi anemiya, boladagi anemiya. Bundan oldingi darslarimizda aytganimizdek, ozuqa moddalarini tashilishlik qon bilan bo'ladi. Ya'ni agar bolada anemiya bo'ladigan bo'lsa, chanoq bo'g'imida qon aylanishi ham buziladi va ozuqa moddalarining tashilishi ham buziladi. Hop, keyingi sababi erta tug'ilish. Erta tug'ilish displaziyaga qanaqa ta'siri bor desangiz, misol uchun agar bola 7 oylikda tug'iladigan bo'lsa yoki 8 oylikda tug'iladigan bo'lsa, normal tug'ilgan bolada 1 yoshga, ya'ni 1 oyga erta tug'ilgan bo'ladi va rivojlanish ham xuddi shunaqa 1 oyga kechikib rivojlanish boshlaydi. Ya'ni bu degani bola 6 oy, 7 oylikda normal tug'ilgan bolalarni 4-5 oyligiga to'g'ri keladi. Ya'ni 6 oy, 7 oylikda siz bolani chanog'ini, erta tug'ilgan bolani chanog'ini rangga qilib ko'rsangiz, unda yetishmovchilik, ya'ni ortda qolish bo'ladi. Bu o'sha erta tug'ilish bilan bog'liq bo'ladi. Keyingisi o'sha kam harakatlilik. Xohlang beshikda bo'lsin, xohlang bolani o'zida bo'lsin, ya'ni anemiya sabab, kalsiy yetishmovchiligi sabab kam harakatlilik bo'ladi, bolada quvvat yetishmovchiligi bo'ladi. Bunda ham ayni shu displaziya kasallik kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Keyingisi bolani semizligi. Semiz bolalarda asosiy ozuqa moddalari ularning tanasiga ketib qoladi. Ya'ni suyak rivojlanishidan ko'ra ular semizligini hisobiga chanoqlarda rivojlanish sekin bo'ladi. Shundan so'ng displaziya kasalligi kelib chiqadi. Keyingisi nevrologik muammolar. Nevrologik muammolarda displaziya kelib chiqishiga sabab shuki, nevrologiya, ya'ni bolani chanog'ini nevrologik muammolar bo'lsa, u joyda o'sishdan orqada qolishlar bo'ladi. Nevrologik muammolarda nerv bilan ta'minlanishning buzilishini hisobiga u joyda impulslar hosil bo'lishi kam bo'ladi, bolada harakat kamayadi, cheklanish bo'ladi. Buni hisobiga displaziya kasalligi kelib chiqadi. Displaziya kasalligining belgilari harakatdagi cheklanishlik, og'riq bo'lishligi, o'sishdagi sekinlik, yurishdagi kechikishlik, hattoki bola emgachakligini ham nima bo'lmaydi. Ya'ni emgachakligisi ham kelmaydi. Oyoqni yerga qo'ymasligi, ya'ni siz xohlang haydinokka solasizmi, xohlang o'zingiz yurg'izmoqchi bo'lasizmi, bola oyog'ini qo'ymaydi. Bu ayni o'sha displaziya kasalligi sababli bo'ladi. Hop, belgilardan yana biri bola oyog'ini tikka tuta olmaydi. Ya'ni yotgan holatda ham oyog'i tikka turmaydi, ikki yonga tashlab oladi bola. Ya'ni bu bo'g'imda to'liq rivojlanish ketmayapti degan. Birinchi o'rinda onalarimiz shu belgilarni ko'rdimi, bildimi, gumon qildimi displaziya kasalligiga va xoh u sezmasa ham 4-5 oylikda ortoped ko'rigiga borishlik tavsiya qilinadi. Ortoped bolani holatiga baho beradi. Agar gumon qiladigan bo'lsa, rentgen qilinadi, chunki displaziyani asosiy tashxislash rentgenografiya orqali bo'ladi. Displaziya kasalligini qancha erta tashxislab, qancha erta davo chorasi boshlansa, bolada tuzalishlik, sog'ayishlik asoratsiz kechadi. 99% ga bola sog'lom davom etadi rivojlanishda. Va onalarimiz ham shu to 5 oylikdan 1,5 yoshgacha agar bolada displastik o'zgarishlar bo'lmasa, bola sog'lom bo'lsa, shundoqqina tashab qo'ymaslik kerak. Ya'ni massajlarni gruppaga tashab qo'yamiz. Shu massajlarni doimiy qilib borishsa, displaziya kasalligi to 1,5 yoshgacha ham kuzatilmaydi. Bola sog'lom katta bo'lishda davom etadi. Shu profilaktik massajlar, kalsiy va vitamin D preparatlari 1,5 yoshgacha va ortoped nazorati. Shu xohlang 5-6 oyda bir marta ortoped nazoratda ko'rikka borib qo'ysangiz yetadi. Oyoqlarda yana bu yoshda varus hamda valgus deformatsiyalar bo'lishligi mumkin. Bu fiziologik varus yoki valgus deformatsiya bo'lishligi mumkin, ya'ni normada kechadigan hamda patologik. Fiziologikda bola normal katta bo'ladi, peshonalarda peshonada kattalashish bo'lmaydi, rahitda asorati bo'lmaydi, displaziyani asorati bo'lmaydi. Lekin varus hamda valgus deformatsiya bor. Qolgan belgilar yo'q. Bu normal fiziologik holat bo'ladi. Lekin agar
boshqa belgilar bilan qo'shimcha ravishda agar varus yoki valgus deformatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, bu patologik, ya'ni kasallik sabab kelib chiqadigan deformatsiyalar bo'ladi. Bularni oldini olish kerak. Yana onalarimiz e'tibor berishligi kerak ahil payidagi tonusga. Ya'ni agar bolada ahil payida tonus bo'ladigan bo'lsa ham yurishda kechikish bo'ladi. Hop, bu ahil payini kelib chiqishligiga sabab nevrologik muammolar. Shu narsalarga e'tibor qaratamiz. Displaziyani davo chorasi ko'rishlikda davolashda 3 ta komponentli bo'ladi. Ya'ni bu shina bilan, fizioterapiya, massaj, elektroforez, parafin bilan hamda dori vositalari bilan. Bularni kompleks terapiya qilinsagina, buni displaziyadan bola o'sha 99% ga sog'lom sog'ayishligi mumkin. Agar shina taqasiz lekin dori darmon bermasa, massajga bormaysiz. Bunda bolada sog'ayishlik ehtimoli kamayib boraveradi. Keyingi profilaktikasi, displaziya kasalligi tashxisi qo'yildi. Bundan keyin bola sog'aydi. Ya'ni 3 oy mobaynida siz shina bilan, massaj bilan hamda dori vositalari bilan bolani kasallikdan sog'aydi. Va bundan keyingi profilaktikaga doimiy o'zingiz qilib boradigan massajlar. U fizioterapevt massajchiga olib bormang. O'zingiz uyda qilsangiz bo'ladi, videolarini tashlab qo'yamiz. Bolani agar yurishni kechikadigan bo'lsa, displaziyadan keyingi bu haqida ham massajlar tashlab qo'yamiz. Bolaga o'sha yordamchi massajlar bo'ladi buni yurishdan kechikmasligi uchun. Hozircha shu, to 1,5 yoshgacha bo'lgan bolalarimizda shu o'zgarishlar kuzatilishligi mumkin. Agar qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, gruppada berib boramiz. Hop, bu gruppamiz yopiq gruppa bo'ladi. Shu salomat bo'ling, Alloh taolo xayrli va manfaatli bo'lishligini so'rab qolamiz Allohdan. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Agar savollaringiz bo'lsa, gruppada yozishingiz mumkin. Imkon qilib javob beramiz va yana qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, doimiy sizlar bilan ulashib borishga harakat qilamiz.